yerdan. Shartmi hozir shu ishing? Shart, shuna qilmasam, ja oshirib olishyapti. Bugunoq ketaman. Narsalarimni ham hozir yig'ishtiraman. Bu joylardan sizga urush tegmasligi aniq edi. Buni juda yaxshi bilardim. Oldingi xotiningizni ham ko'rpa yastiqlarini, keyin mebellarini olib qolib o'zini haydab yuborganini juda yaxshi eshitganman. Juda yaxshi bilaman, hamma narsadan xabarim bor. Tak что, tezroq ketgan ma'qul bu yoqdan. Voy voy. Ta'tilingiz uzun ekanmi, kelin? Ha? Sizchalik emas, qaynonajon. Men sizni juda ham yaxshi bilaman, qanaqa ekanligingizni. Ta'rifingizni juda ham yaxshi eshitganman. Sizni ham dadajon, juda yaxshi bilaman. Men sizlarga latofat emasman, jim qarab turadigan. Bu uyda meni erimning ham haqqi bor. Mana shu hovlini yarmini o'zlarining nomlariga o'tkazishga ham haqlari bor. Juda haqqingizni tanagan ekansiz-ku, kelin, ha? Ey, men o'tkazib bermasam, qayoqqa borasan? Qo'llaringdan nima keladi? Nima keladi? Bu uyda mana aytganim bo'ladi. Tushundilaringmi? Mana aytganim bo'ladi. Yo'qmasa ana ko'cha. To'rt tomoning qiblatga uyini ham. Ana. Eshitdingizmi? O'zingiz guvohi bo'lgandirsiz, a? Men sizga necha marta aytganman, sizga bu uydan yarim qaricham yer berishmaydi deb. Necha marta aytganman? Agar vaqtida berishganda, oldingi oilangiz buzilib ketmagan bo'lardi. Yo'qollaring ko'zimdan. Tortlaring aravalaring o'zlaring. Chiq uyimdan. Chiqlaring. O'zimga bo'lmasa o'zimga javob bermayman, chiqlaring. Hali ham ketamiz. Ketsangiz birga ketamiz. Ketmasangiz bitta o'zim ketaman. To'xta, shoshma. Shunaqa darajadasizki, hattoki ota-onangiz oldida meni himoya qilishni ham bilmaysiz siz. O menga qara. Men senga necha marta aytganman, ming'ir qilaverma deb. Mana bu yerimga keldi ming'ir. Menga qarang, o'zi kimning puliga kun ko'ryapsiz, ha? Chekishingizga men pul bersam, ko'chada yurishingizga men pul bersam, birorta oshningizda to'y bo'lsa ham men pul beraman hattoki. Ha, endi mana shu bergan pullaringni minnat qilishga o'tding, ha? Minnat qilyapsanmi? Ha? Men ham shu paytgacha ishlab topgan pulimni senga berdimmi? Qani? Ha, ana orqamdan MEP xodimlari itday akkilab yugurib yuribdi. Tutqish bermasdan yuribmanmi? Yo avvalgi oilamga pul olib borib beryapmanmi? Yo hammasini qo'sh-qo'llab senga tutqizyapman. Bersangiz xotiningizga beribsiz. Kimga berasiz boshqa? O'sha xotinchingizga pul bermaysiz. Tushundingizmi? O'zi boqib olsin bolalarini. Bir kun kelib ana MEP xodimlarini ushlab, olib kirib qamoqqa tiqib qo'ysa nima qilasan? Qamoqqa